Akkordlar, uch tovushliklar. Bir necha tovushlarning uyg'un holda yangrashi akkordlarni hosil qiladi. Uch tovushliklar esa akkordlarning eng asosiy ko'rinishi sifatida keng qo'llaniladi. Uch tovushliklar musiqiy asarlarda barqaror garmonik tayanch vazifasini bajaradi. Ikki va undan ortiq tovushning bir vaqtdagi qo'shilmasi ohangdoshlikni hosil qiladi. Akkord deb hisoblanadigan ohangdoshlik muayyan tuzilishga ega bo'lib, mustaqil yaxlit tovushlar birligi sifatida qabul qilinadi. Akkord bu tersiya bo'yicha joylashgan yoki joylashishi mumkin bo'lgan uchta va undan ortiq tovushlardan iborat ohangdoshlik. Akkordni tashkil qiladigan har bir tovush o'z nomiga ega, ya'ni prima, tersiya, kvinta hamda septima deb nomlanadi. Akkordning asosiy tonidan boshlab yuqoriga qarab tuzilsa, unga akkordning asosiy ko'rinishi deyiladi. Agar akkordning eng pastki tovushi sifatida boshqa bir tonni joylashsa, uni aylanmasi hosil bo'ladi. Akkordlar o'z tarkibidagi tersiya intervallar soni va chekka tovushlar hajmiga qarab ajratiladi. Chekka tovushlar oralig'i kvintaga teng bo'lgan ikkita tersiyadan iborat akkord uch tovushlik deyiladi. Chekka tovushlar oralig'i septimaga teng bo'lgan uchta tersiyadan iborat bo'lgan akkord esa septakord deyiladi. Chekka tovushlar oralig'i nonaga teng bo'lgan to'rtta tersiyadan iborat bo'lgan akkord esa nonakord deb ataladi. Uch tovushliklarning umumiy to'rtta turi mavjud bo'lib, ular major, minor, orttirilgan hamda kamaytirilgan uch tovushliklardir. Major uch tovushligi pastki tersiyasi katta 2 ton, yuqorisi kichik 1,5 ton bo'ladi. Minor, ya'ni kichik uch tovushlik esa pastki tersiyasi 1,5 ton, yuqorisi esa 2 ton, ya'ni katta tersiyadan iborat bo'ladi. Orttirilgan uch tovushlik ikkita katta tersiyadan tashkil topadi. Chekka tovushlar oralig'i orttirilgan kvintani tashkil etadi. Kamaytirilgan uch tovushlik ham ikkita kichik tersiyadan tashkil topib, chekka tovushlar oralig'i esa kamaytirilgan kvintadan iborat bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Har qanday uch tovushlik ikkita aylanmaga ega. Birinchi aylanmasi sekstakord deyiladi. U prima tovush yuqoriga ko'chirilishi natijasida hosil bo'lib, tersiya tovushdan boshlab tuziladi. Sekstakordning nomi pastki tovushdan yuqoriga primasigacha hosil bo'lgan seksta intervalga bog'liq. Belgilanishi esa 6 raqami bilan belgilanadi. Uni tashkil qiladigan intervallar pastda tersiya, yuqorida esa kvarta joylashadi. Major va minor sekstakordlarning kvartasi sof, orttirilganning kvartasi kamaytirilgan va kamaytirilganning esa orttirilgan intervallardan tashkil topadi. Uch tovushlikning ikkinchi aylanmasi kvart sekstakord deb ataladi. U prima bilan tersiyasi yuqoriga ko'chirilishi natijasida hosil bo'lib, kvinta tovushdan boshlab tuziladi. Belgilanishi esa 6-4 raqami bilan belgilanadi. Uni tashkil qiladigan intervallar pastda kvarta, yuqorida esa tersiya intervallaridir. Garmonik tizimda oktavali ladlar pog'onalarida tuziladigan akkordlar alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Biroq ladning muayyan bir pog'onasining akkordi deb uning prima tovushi ko'rsatilgan pog'onaga joylashib, qolgan tovushlar esa shu lad tovush qatoriga tegishli bo'lgan akkordlarga aytiladi. Tabiiy major ladi 3 ta majorli hamda 3 ta minorli va bitta kamaytirilgan 3 tovushlikka ega. Birinchi, 4-chi, 5-chi pog'onalari uch tovushliklari tonika, subdominanta va dominanta pog'onalardan tuzilib, asosiy uch tovushliklar deb ataladi. Ular ladning garmonik asosidir. Qolgan uch tovushliklar yondosh uch tovushliklar deyiladi va ladda ikkinchi darajali ahamiyatga ega. Yondosh uch tovushliklar umumiy tovushlar soni bo'yicha subdominanta va dominantaga tegishli bo'lib, guruhlarga ajratiladi. Har qanday uch tovushlik sekstakord va kvart sekstakord aylanmalariga egadir. Majorning kamaytirilgan uch tovushligidan tashqari barcha uch tovushliklar konsonansdir. Tonika uch tovushligidan tashqari boshqa uch tovushliklar noturg'un hisoblanadi. Noturg'un akkordning tonikaga o'tishi yechilishning umumiy qoidalariga bo'ysunadi. Tabiiy minor ladi 3 ta minorli, 3 ta majorli hamda bitta kamaytirilgan 3 tovushlikka ega. Minorning akkordlar funksiyalari major akkordlariga muvofiqdir. Klassik major-minor garmonik tizimda minorning asosan garmonik turi qo'llaniladi. Garmonik minorda ko'tarilgan 7-pog'ona dominanta guruhidan akkordlarga ta'sir qiladi. 3-pog'onadan orttirilgan 3 tovushlik, 5-pog'onadan esa major 3 tovushligi va 7-pog'ona 3 tovushligi kamaytirilgan 3 tovushlik bo'lib tuziladi. Shuning uchun minordagi dominanta hamisha majorli 3 tovushlik sifatida 7-pog'ona 3 tovushlik kamaytirilgan holda ishlatiladi hamda 3-pog'onadagi orttirilgan 3 tovushlik amaliyotda kamdan kam uchraydi.